Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızla başlayımız. Leksiyada size radyoyoruz yani. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sözleydiğin leksiyamızın mavzusu Jungo, Janubi Dengiz'de harbiy manevr kılmakçı oldu. Mavzulu haber. 7. ayının 18. günü Amerika avazının Xitay Tili programması e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Janubi Dengiz to'g'risida Gaaga Xalqaro sudi tarixiy xarakterlik qaror e'lon qilib, bir hafta o'tgandan keyin bu hafta Janubi Dengizning bir qism rayonida bütün atrofni qoplagan holda harbiy manevr elib bormoqchi bo'ldi Jungo. Beijing Deniz İşleri Başqurish idorasi ogohlantirib, Xaynan o'lkasining sharqi-janubiy rayon haftaning 2 kuni, haftaning 4 kunigacha, 2 kunidan 4 kunigacha cheklangan rayon deb bekardi. Gaaga Xalqaro sudi o'tgan haftaning 2 kuni qaror e'lon qilib, Beijingning Janubiy dengizda 3.500.000 kvadrat kilometr zaminga egilik huquq talab qilganligi quruq gap deb hukm e'lon qildi. Bu qatim qarorning e'lon qilinishi 2013-yili Filippin hukumati Jungo hukumatining 225 kilometrlik dengiz yuziga Huangyandao deb ism qo'yib, yoki orol yuziga Huangyandao deb ism qo'yib ega bo'lib olganligi, bu zamin Filippinga taba ekanligi, lekin Jungoning bu rayonga qistab kelayotganligi to'g'risida Gaaga xalqaro sudiga arz qilgandan keyin sud kollegiyasi bu arziga qarab chiqib e'lon qilgan qaror edi. Yaqinda bir hafta burun e'lon qilgan qaror shunday qaror edi. Gaaga xalqaro sudining qarorida bunday ko'rsatildi. Jungoning atalmış 9 bilak chegara siziqi bayonoti to'g'risida yoki 9 bilak chegara siziqi to'g'risida e'lon qilingan bayonoti Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Dengiz okean ahdnamasining belgilariga xilofdir. Bir davlatning dengiz chegarasi quruqlik fasilidan 12 dengiz milliy orlig'igacha bo'ladi. Bir davlatning chegara fasili quruqlik fasilidan 12 dengiz milliy orlig'igacha bo'ladi. Quruqlikdan hisoblaganda 200 dengiz milliy ichida iqtisod faoliyat elib borisi bo'ladi deb belgilangan. Beijing garchi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz okean ahdnamasiga imzo qo'ygan davlat bo'lsa-mu, lekin Gaaga sudining sotlash jarayoniga qatnashishni rad qildi. Hamda hukm e'lon qiluvchi xalqaro sudning bu dilogi hukm e'lon qiladigan boshqarish huquqi yo'q dedi va bu qarorni qayta tanqid qildi. Endi kelayli Gaaga sudi qaror e'lon qildi. Bir haftadan keyin Jungo o'zining maydonni so'z matbuot orqali ifodalagandan tashqari bu qatim endi 19 kunning 21 kunigacha 2 kun degidek Janubiy dengizning qaysi bir halqasida harbiy manevr elib berib, bu orqali Gaaga sudi e'lon qilgan qarorga qarshi turmoqchi bo'ldi. Bundaqda bu rayonda jiddiylikni paydo qilayotgan zodi kim? Jungo'mi yoki boshqa davlatlarmi? Endi kelayli ikinci mavzuga. Jungo Amerika dengiz armiyasi admirali bilan uchrashdi. Bu shingli qasam berib javob qaytardi mavzuli xabar 7 ayning 18 kuni Twitter betida e'lon qilindi. Beijing vaqti 7 ayning 18 kuni Jungo Kompartiyasi Harbiy ishlar komitetining a'zosi dengiz armiya qo'mondoni Hu Shingli ziyorat kelgan Amerika Qo'shma Shtatlar dengiz armiyasi urush qilish organining ministri admiral John Richardson boshchiligidagi vakillar umigini kutib oldi. O'rtaq ko'ngil bo'ladigan dengiz okean bexatarligi masalalari bo'yicha muhokama o'tkazdi. Jungo aloqador matbuotlarning xabariga asoslanganda qo'mondon Hu Shingli biz qancha qitim qattiq iboralarni ishlatib Jungoning dengiz okean to'g'risidagi maydonni ifodaladi. Hu Shingli bir qancha qitim qattiq so'z iboralarni ishlatib shu suhbatda uchrashda Jungoning dengiz okean to'g'risidagi ko'z qarashlarini ifodaladi. Hu Shingli mundaq ta'kidladi.
Biz Aral Hadataşla qurilishini hergiz yerim yolda to'xtatib qo'ymaymiz. Biz Aral Hadataşla qurilishini hergiz yerim yolda to'xtatib qo'ymaymiz. Janubi taqim Arallar Jungoning territoriyasidir. Janubi taqim Arallarda qurilish qilish aqlga muvofiq, qoidaga muvofiq, qonunliq, mayli qandaq davlat bo'lsin, kim bo'lsin, qandaq besim ishlatsin, Jungo taraf plan bo'yicha Aral va Hadatash qurilishini davomlashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlar dengiz armiyasining admirali John Richardson Jungo dengiz armiyasi Jungo dengiz armiyasi qizg'in kutib olganligiga rahmat aytdi. Bu uchirish faqat ikki jumlali xabar e'lon qilindi. Yuqorida Jungo o'zining maydoni kim bo'lishidan qat'iy nazar Braymining dedi shunda e'lon qildi. Richardson, admiral Richardson nima dedi? Jungo armiyasi bilan Amerika armiyasi o'rtasida tushunish hosil qilish. Yak mundaq aytganda vaqti bilan ifodasi o'rtada tushunmaslik yoki xato hukm qilish mavjud bo'lmasin. Brayning vaziyatini jiddiylashtirimayli degan talaffuz so'zildi. Lekin ekranda, televizorda ko'rsatilishicha bu Washington qo'mondoni, Jungoning qo'mondoni qo'llarini shiltib turib, hatto bigiz qo'lini chiqarib turib so'zladi. Endi bu qoida bo'yicha bir insonning axloqiga yot bir ish. Endi ikki cho'ng davlat o'rtasida bo'layotgan bir suhbatda harbiy odamlarning o'zini tutib olishi to'g'ri keladigan bir ish. Qo'lining o'tir bigiz qo'lini chiqarib turib so'zladi. Bu bir hurmatsizlik bo'ldi. Biroq Jungo dal shunday harbiy manevr elib berayotgan, elib boraman degan shunday bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlar dengiz armiyasining qo'mondoni admirali John Richardsonning Beijingni ziyorat qilishi menimcha bu favqulodda bir ahvol bo'lishi kerak.